Tez nima ish qiladilar va qayerga kelin bo'lyapsiz deb yozishibdi. Shunaqa savol kelibdi. Mana yigitim ishiga keladigan bo'lsak, biznesmenlar qiladigan ishlari shu bizneslari bor. Shu bilan shug'ullanishadi. Qayerga debsiz? Shu o'zimizdagi Farg'onaga kelin bo'lyapman. Dedi-ku, yaxshi qiz o'zini mahallasidan chiqmaydi dedi-ku. O'zini hududidan chiqmaydi edi. Shunaqa. O inson namozxon bo'lsa, sizga Instagram ishlatishingizga qanday ruxsat beradi? Ruxsat berishadi. Hozir namozxonlarim Instagram ishlatyapti-ku. Bu Instagram yomon narsa emas. Yoki Instagramga chiqib olib faqat bu ko'z qilish degani emas. Instagram yaxshi narsa, o'shaning uchun ular tushunadigan insonlar tushunishadi. Men faqat yo'nalishim shu yaxshi ayollarga kiyinish usullarini o'rgatish yo'nalishida ketaman. Bu menimcha yomon tomoni yo'q. Faqatgina endi chiroyli kiyinishlar o'rgataman. Shu. Ko'proq ma'lumotlarga javob beringizni kuzatamiz, Kensaxon debdilar. Xo'p, hammalaringni savollarni o'qiyapman. Savollar juda ko'p. Hammalaringni savollaringga bir boshdan javob berishga harakat qilib chiqyapman. Ko'plarga javob yoza olmayapman, chunki ulgurmayapman o'qishga. Juda ham ko'p odam menga yozyapti bir vaqtning o'zida. Shuning uchun, lekin sabr toqatli bo'linglar. Har bittalaringni savollaringni o'qiyman, har bittalaringga javob beraman. Video javob beraman ko'pchilikka. Agar video javob bera olmasam, bunga ulgura olmasam, hammalaringni direktdan xabar yozib chiqaman har bittalaringga. Direktdan yozganligim atvet qilib har bittasiga javob berib chiqyapman. Yozayotganlar ko'pligi uchun ulgurmayapman. Harakat qilyapman har bitta savolingga javob berishga. Yigitingiz qayerlik va qanday tanishgansizlar? Hammasini aytib bering. Xo'p, bo'ladi. Hammasini aytib beraman. Biza tanishuvimiz boshqacha bo'lgan. Ular meni Instagramda kuzatar ekanlar. Ancha yildan beri kuzatib kelishadi. Sinab ham ko'rishibdi. Men sinovlardan ham o'tibman. Xullas, meni ular chin yurakdan yaxshi ko'rib, sevib qolishgan ekan. Keyin meni bilmayman qanday qilib manzilimni topib kelishdi. O'zim ham hayronman. Manzilimni olishibdi dugonalarimdan. Shu Instagram ishlatadigan dugonalarim bor. O'shalardan manzilimni olgan va bizlarni uyga sovchi bo'lib keldi. Sovchi bo'lib kelib uyimizda o'tirishdi, gaplashdi. Men keyin ular bilan ko'chaga chiqdim. Mashinada gaplashib olgani, ko'rishgani birinchi marta. Shu keyin men unga rad javobini berdim. Mazga turmushga chiqmayman dedim. Rad javobini bergandan keyin yana keldi. Shunaqa voqealar bo'lib ketdi. Mahrga nima so'radingiz opa? Mahrga hali beri hech narsa so'ramadim. Chunki nima so'rashni bilmayapman. Sizlar yozinglar, menga maslahat berib boringlar. Qiz bola mahrga nima so'rasa yaxshi? Qiz bola uchun va hozirda mahrlarga nimalar so'raladi? Shular haqida batafsil menga yozib o'rgatib boringlar, iltimos. O'zi siz hayotda ham shunaqa qizmisiz yo boshqachami? O'zi hayotda men shunaqa chiroyli qizman. Ko'rib turganingizdek, o'zimga qarab chiroyli bo'lib yuradigan qizman. Videoda esa sal bachkanaroqman. Sal emas, o'ta darajada bachkana bo'lsam kerak. Lekin real hayotda men jiddiyroqman. Sarpoyizga kelsangiz, sarpoyiz zo'r bo'lsa, kelinoyingiz, qaynonangiz shunga qarab muomala qiladi to'yni. Sarpoga necha pul xarajatlar ketadi va sarpolarda endi qiz qiladi, to'g'rimi? Hamma sarpoga nima ketadigan bo'lsa qiz tomon oladi va qiz qiladimi? Shunda umumiy xarajatlar sarpo uchun qancha ketadi? Men shularni menga o'rgatib boringlar, aytib boringlar. Xullas, super kelinchak bo'lay. Qaynonam oldida anaqa bo'lib qolmay, yerga qarab qolmay. Aksincha, to'ydan oldin mazza qilib yurib olinglar. Keyin vaqtingiz bo'lmaydi, uy ishlari bilan band bo'lib qolasiz. Endi to'ydan oldin yurib olishga ular rozi bo'lmayaptilar. Shunga nima maslahat berasizlar? Kuyovlarni qanaqa qilib ko'ndirish mumkin? Masalan, uchrashuvga chiqaylik deb men ha deb aytavermayman-ku. Endi o'zlarida ham bo'lish kerak-ku.
Endi ora-orada gaplashib turibmiz, unaqa ko'p gaplashmayapmiz-da, kam gaplashib turibmiz. O'zlaring shunga maslahat berib yuboringlar. Sizga maslahatim ko'proq uchrashinglar. To'ydan keyin umuman vaqtingiz bo'lmaydi. Men sepimga 13 minut ketibdi. Voy xo'p, sepga 13 minut ketibdi. To'ydan oldinmi? Uchrashuvga endi ularda qanaqa ko'ndirsam bo'ladi? Tez-tez uchrashish uchun. Rozi bo'lishmayapti-da. Ko'ndirish bo'yicha maslahat berib yuboringlar, iltimos. Siz tegayotgan yigit oldin uylanganmi? Yo'q, oldin uylanmagan, hech qanaqa xotini yo'q. Qizlar bilan ham gaplashmaydi. Umuman zo'r inson. Qayerga turmushga chiqyapsiz? Nechinchi yilsiz? Assalom debdilar. Voy, jonidan. O'zim opajonim, mana assalom mana. O'zimiz aka Farg'onaga turmushga chiqyapman. 2003-yilmi? Rostdan sizni haqiqiy akkauntingizmi gapirib video olib beringchi debdilar. Hozirda juda ham fake akkauntlar ko'payib ketdi. Ya'ni Qirolicha Kaniza, Nur Qirolicha Kaniza degan juda ko'plab yonida bir bola belgilari ham bor. Akkauntlar juda ham ko'p, lekin meni haqiqiy akkauntim shu katta profilimni ko'rasizlar. Katta profilimda men o'zim akkauntimda reklama qilaman. Ya'ni joylab qo'yaman. Mana shu akkauntga yozinglar, mana shu akkaunt meniki deb qo'yaman. O'sha meni rasmiy akkauntim bo'ladi. Qolgan profillar, kichkina profildagilar akkauntlar meniki bo'lmaydi. Unaqa kichkina akkauntlarga men joylamayman. O'zimni haqiqiy akkauntimga har doim storylar qo'yib boraman. Har doim o'zim yangi chiqarib videolar joylab boraman. O'sha meni haqiqiy akkauntim bo'ladi. Hozirda 12 mingta podpischisi bor akkaunt meniki haqiqiy. To'yingiz qachon? Tez oradami debdilar. Men ham kutyapman. Tez orada. Sizlarga o'zi birinchi bo'lib mana shu profilga joylab xabar berib beraman. Makiyajingizni kim qildi debdilar. Makiyajimni hech kim qilmadi, o'zim qildim. Oxlaq tashlab ketishibdi, katta unashtiruv endi bo'lar ekan. Ular sizga boshidan oyoq sarpo qiladi. Ha, katta unashtiruv endi. Katta unashtiruvda nimalar bo'ladi? Menga bir yozib yuboringlar-chi. To'y bo'lgan insonlar. O'zingiz nechinchi yilsiz? Men 2003-yilman. Kuyov bola bilan yosh farq qancha? Kuyov bola bilan yosh farqi juda katta. Qo'yoq kelishadi. Ishqilib, hamma narsa olib kelishadi. Sizlar ham kuyovga qator ust-bosh qilasizlar. Ha, kuyovga nimalar olinadi? O'zi hamma narsa olinadi. Ya'ni kostyum, shim, shunga o'xshagan nechta narsa olinadi? Maslahat berib yuboringlar. Rostmi o'zi to'yingiz bo'layotgani? Sizlar buni kutganmidilar? Rosa duolar qilganmidilar? Sizlar kutgan kun keldi deydi-ku, xuddi shunaqada. Rosa salim mana. Nima deb Sahrani tiqildingiz kuyovni? Jonim deb qo'ydim. Valoradim. Menga nima deyishni o'rgatib yuboringlar. Nima deb Sahrani qilsa bo'ladi? Ularga yoqadi. Shunga maslahat berib yuboringlar, iltimos. Bo'lajak eringizdan mahrga nima so'radingiz? Shu mahrga nima so'rashni bilmay o'tiribman-da. Katta narsa ham so'rab qo'yishni xohlamayman, yoki kichkina narsa ham nima so'rashni o'zim bilmayman. Sizlardan maslahat so'ramoqchiman. Nima so'rasam bo'ladi? Qiz bola nima so'raydi o'zi? Hozir nimalar so'rashyapti qizlar? Shularni yozinglar. Sizlar nima so'ragansizlar? Yozib ketinglar-chi. To'ydan keyin blogingizni yurgizasin. Ruxsat berishdilar, bo'lajak erim. Yurgizaverasiz bloglaringizda deyishdi. Kiyinish uslublarini men sizlarga endi chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Shu yo'nalishda davom etkazaman-da. O'zi bilasizlar-ku, ayollar uchun ko'proq videolarim faqat kiyinish uslublari bo'yicha, shuning uchun xo'p dedilar. Ro'za Ramazonda aldamayapsizmi? Rostdan unashtirildingizmi? Rostdan debdilar. Astag'firulloh. Yaxshi niyat yarim davlat dedi-ku. Ha, rostdan hech qanaqa yolg'on emas. Shunaqa.
Salom, qo'yninglarni kamroq qilavering. Iloji boricha ko'ynak, ishtonlarni ko'proq qiling. Xo'p, bo'ladi. Unda kamroq qo'ylinglar olaman va ko'proq ishton qo'ylinglar olaman. Aytgancha menga shunaqani qatdan olishni manzilini tashlab qo'yinglar, atmetka qilib belgilab tashinglar. Qatdan olsam bo'ladi. Mana shunaqa sarpoga kelinlar uchun maxsus tikilgan chiroyli ko'ylakchalarda. Nega shu yoshda erga tegyapsiz? Hali yoshsiz-ku. 19 yosh kichkinami? Katta-ku. Nima qilibdi? To'ydan keyin chiqa olmaysizlar, to'ygacha aylanib olish kerak. Lekin ular menga to'ydan keyin ham aylantiraman. Sayohatlarga boraman birgalikda, mazza qilib aylanib yuramiz deb va'dalar berishdi. Erga tekkaningizdan keyin ijodingizni to'xtatasizmi, oxirigacha olib borasizmi, eringiz rasmlarini qo'ying debdilar. Ijodimga keladigan bo'lsak, ijodimni oxirigacha davom ettiraman. 1 million, 2 million deb bo'lgungacha ham davom ettiraman, Xudo xohlasa. Endi nimaga keladigan bo'lsak, rasmlarga keladigan bo'lsak, erimni mahali rasmlarga tushishga ko'ndira olmayman. O'zi bir marta uchrashdik. Ular bilan ko'rishdik, shu xolos. Undan tashqari ortiqcha unaqa gaplasha olmadik, hammasi telefonda gaplashdik. Ularda oldin rasmga tushishga ko'ndirib olay, chunki ular ijtimoiy tarmoqqa rasm qo'yishni juda yomon ko'rishadilar va bu narsalarga umuman qiziqmaydilar. Oldin ko'ndirib olay, keyin rasmlarni joylayman. Oldin olgan videolaringizga yangi oilangiz qanday qaraydi? Tanqidlar yo'qmi debdilar. Yo'q, hech qanaqa tanqid yo'q, chunki men yomon videolar olmaganman va u yerim berim ko'rsatib video ham qilmaganman. Oddiygina bachkana bo'lsa bachkanadir, lekin yomon unaqa uyatsiz ishlarni qilib videolar joylamaganman. Shuning uchun ham to'g'ri qaraydilar, realni qaraydilar. To'ydan oldin ham aylanasiz, xohlaganingizcha ko'rsangiz bo'ladi. Uyalvonman-da, to'g'risi. Birozgina uyalib turibman. O'zim mana shunaqa gaplarni gapirganim. Ha deb uchrashaylik, ko'rishaylik deyavergani hijolat bilaman-da. Shunga menga shunaqa bo'yicha maslahat beraveringlar. O'zingiz xohlab tegyapsizmi yoki majburlikdanmi debdilar. Yo'q, o'zim xohlab, hech qanaqa majburlik yo'q. Chunki endi yaxshi inson ekanlar, bir marta ko'rgan bo'lsam ham menga yaxshidek tuyuldi va muomalalari ham juda ham joyida, o'zlarini tutib olgan og'ir bosiq insonlar. Xudo xohlasa birga vaqtli hayot kechirib ketamiz. Opajonim, kuyov sizni sevmaydigan xafa bo'lmang. Voy, nimaga unaqa deysiz? O'zlari manzilimni topib kelgan bo'lsalar, o'zlari menga taklif bergan bo'lsalar, yana qanaqasiga sevmasliklar mumkin? Opajon, o'zingiz borib kelinlikka narsalarni olib kelib qo'yavering. Ko'p narsa kerak. Ha, shunaqa bo'lar ekan o'zi. Hali u kam bo'lar ekan, hali bu kam bo'lar ekan. Endi u narsani olib kelsangiz bu narsa kerak bo'lar ekan. Voy, kamchilik juda ko'p ekan. To'yda hashamati ham. Voy. Nimalar ketadi o'zi? Nima olsa oladi qizlar o'zi. Shular haqida yozinglar. Opa, o'zi nechinchi yilsiz? Tabriklayman. Baxtli bo'ling. Rahmat, assalom. Sarpezga ko'p narsa tanlaysiz hali. Ha, rosa ko'p narsa tanlayman shekilli. Hali nimalar olay-ya? Sizlar nimalar olgansizlar? Yozinglar-chi. Yigit qayerdan ekan? Sharoit haqida indamadimi? To'yni qachonga belgilaysiz? Baxtli bo'ling debdilar. Voy, rahmat, assalom. To'yda endi kattalar belgilashadi sanasini. Ular kelishib hal qilishadi qachonga bo'lishini. Sharoitlari esa juda ham yaxshi. Yigit farg'onalik. Qachon to'ylar bo'lyapti? Endi katta qilib o'tkazasizlarmi yoki kichkina to'y qilibmi? Yo'q, kichkina bo'lmaydi. Katta to'y qilib o'tkaziladi. Chunki insonda hayotida to'y bir marta bo'ladi. Boshqa bo'lmaydi-ku. Shuning uchun katta bo'ladi. Non sindiruv bo'ldimi? Ha, non sindiruvda bunaqa bo'ladimi? Qaranglar, 4 ta patir, 4 ta non, keyin ozgina qand solib kelinar ekan, keyin oqliq olib kelinar ekan, oq materialda olib keldi o'zlari. Shunaqa narsalar olib keldi-da, olib kelgandan keyin biz uydagilar bilan, ya'ni onamlar bilan
kelishdi, gaplashib o'tirishdi. Keyin o'rtada nonni shunday sindirib yuborishdi. Bizga ham nondan ozgina qoldi, ularga ham nondan ozgina ular o'zlari bilan olib ketdi. Shirinliklardan ham jicha o'zlari ham bizga ham berib ketishdilar. Shunaqa qilib o'sha shirinliklarni keyin biz boshqalarga tarqatdik. Shunaqa bo'ladimi? Non sindirish, mana shunaqa qilib nonni sindirib ketishdi. Voy, sizlarda qanaqa bo'lgan? Yozib ketinglar. Non sindiruv bo'ldimi? Ha, non sindiruvda bunaqa bo'ladimi? Qaranglar, 4 ta patir, 4 ta non, keyin ozgina qand solib kelinar ekan, keyin oqliq olib kelinar ekan, oq materialda olib keldi o'zlari. Shunaqa narsalar olib keldida, olib kelgandan keyin biz uydagilar bilan, ya'ni onamlar bilan kelishdi, gaplashib o'tirishdi. Keyin o'rtada nonni shunday sindirib yuborishdi. Bizga ham nondan ozgina qoldi, ularga ham nondan ozgina ular o'zlari bilan olib ketdi. Shirinliklardan ham jicha o'zlari ham bizga ham berib ketishdilar. Shunaqa qilib o'sha shirinliklarni keyin biz boshqalarga tarqatdik. Shunaqa bo'ladimi? Non sindirish, mana shunaqa qilib nonni sindirib ketishdi. Voy, sizlarda qanaqa bo'lgan? Yozib ketinglar.